Nima qilasan bu bilan? Kim bu? Hech narsasi yo'q, bechora. Turishini qara, olga o'xshab. Nima qilasan? Shu seni tengiymi? Otasi ham yo'q, ishi yo'q, qiynalib yashaydi. Ertaga to'y ham qila olmaydi. Qalin puli ham bera olmaydi, men senga aytsam. Gapiraversin. Ketdik. Shoshmay tur. Sen menga qalin puli kerak emas. Yur, ketdik. Kim aytdi senga baxtli bo'lish uchun boy bo'lish kerak deb, a? Kim aytdi senga? Bilib qo'ygin, baxt boylik bilan o'lchanmaydi. Ketdik, yur. Ketaveringlar, ketaveringlar. Baxt, sen bilasanmi buni ajrashgan xotinligini? Nima bo'pti ajrashgan bo'lsa? Ajrashgan xotin yaxshi ayol bo'ladi deb o'ylaysanmi? Balki senga o'xshagan ablahga tekkandir. Qadriga yetmagandir. Shuning uchun ajrashgandir. Ko'p gapirma Ermak. Sen bilmaysan-ku, bu xotin homilador ham bo'la olmaydi. Ermak. Non topmaydigan erkak bo'lmas. Bola tug'maydigan ayol bo'lmas deyshadi. Hammasi Allohning qo'lida. Baxt. Bola tug'olmadim deb baxtsiz bo'lish kerak.